Xola bu ikkinchi ona. Xola bu jiyanni birinchi kundan qo'lida ko'targan, onadek ovutgan, mehrini ayamagan inson. Xola bu onangga juda o'xshash, ammo o'ziga xos mehr sohibasi. Yurakda alohida o'rin egallagan qadrdon. Xola bu ba'zan dugona bo'lib suhbat qiladigan, ba'zan himoyachi bo'lib yonini oladigan, ba'zan esa shunchaki quchoq ochib yupatadigan inson. Xola bu jiyanini qo'liga olib, ko'chaga chiqqanda dugonalarga ko'rsatib maqtangan, mana bu mening jiyanim deb faxrlangan inson. Xola bu kechalari onang bilan yonma-yon bedor bo'lib, isitma bosgan peshonangni artgan, sen uxlaganingda yoningda duo qilgan qalb. Xola bu hovlida sen bilan o'ynagan, sen yiqilib tushsang, qo'llaringni changdan artib quchoqlab yupatgan. Xola bu bozorga chiqqanda sen uchun sevimli shirinliklarni yashirib olib kelib, faqat jiyanim uchun deb qo'lingga tutqazgan mehribon. Xola bu ba'zan sen bilan bir tomonda turib, hatto onangga qarshi chiqib, bola yaxshi, sen qattiq gapiryapsan deb aralashadigan ikkinchi ona. Xola bu sening yuzingdan o'pib, bag'riga bosib, jigarimning parchasi, sen men uchun hamma narsadan azizsan deb erkalaydigan mehr qo'rg'oni. Xola bu oddiy qarindosh emas. Xola bu hayotning turli pallalarida turlicha qiyofa, lekin bitta nom bilan ikkinchi ona.